Assalomu alaykum. Hozir golubkalarga klapan salnik qo'yib, har safar har xil sposobda shu sarushkalarni qo'yamiz. Bu safar menga ma'qulligi ya'ni shunday qalin rezinka oldim. Qalinroq kamer rezinkasi. Tak, şimdi qisqasi qalin rezinka deb o'zimga ma'qul shaklda, yana misol qo'yiladi prujin. Bundan keyin sarushkalar ham qo'yilgandan keyin inish shaklda rezinka qo'yiladi. Lekin toshning o'rtasini bilib olish kerak rezinkani. Klapan deydigan yerini. Boshda men qo'yib o'zimga narsa zat qo'yibman. Bosaman. Bosib o'rtasini to'g'ib oldimda, undan keyin bir trubka bilan o'rtasini do'shib oldim. Qisqasi o'rtasini do'shish kerak rezinkani. Shu bosgan vaqtimda klapan shu do'shishdan o'tishi kerak. Kattan bo'lmasligi kerak, kichkina bo'lmasligi kerak. Shu iloji bo'lsa klapan zazorunda bo'lsa, dumam yaxshi. Sarushkalarni qo'yib, shunday narsa bilan, любой golobka yoki shunday narsa bilan bosilsa, oson sarushka joyiga tushadi.